Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun arab tilida inshaalloh lam harfini o'qiymiz. Lam harfi ham arab tilida 4 ta ko'rinishga ega. Mana alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida. Lam harfi alif so'z boshida kelsa, alifga o'xshab ketadi, e'tibor beringlar. Alifdan farqi, alif o'zidan keyingi harfga qo'l bermaydi. Lam bo'lsa, o'zidan keyingi harfga qo'l beryapti. Shu so'zni orasida kelganda adashtirib qo'ymaysizlar. Inshaalloh bu so'zlarni o'qiganimizda yana ham mustahkam bo'ladi inshaalloh. Xo'p, o'qiymiz. Talaffuzi xuddi o'zbek tilidagi la kabi talaffuz qilsak bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Labanun nun labanun labbanun bu yerda tashdid bor ekan, shuning uchun ba'da ikkita o'qidik, ya'ni labbanun. Xo'p. Bulbulun bu sukun, e'tibor beringlar, lomda o'zini o'qiyapti shuning uchun. Xo'p. Bu yerda yana boshqacharoq yozilgan. Lam bilan alifni qo'shilishi. Alif bitta tayoqcha bo'lib yozilardi. Laga qo'shilganda belgisi boshqacharoq bo'lib ketadi. Shuning uchun qiyshaytirib qo'yishgan. Hozir bu yerda ko'rsata olmayman ekan. Bu l bilan alifni qo'shilgani bu. U qanday o'qiladi? La o'qiladi. Ma'nosi yo'q degan ekan. Xo'p. Li menda bor. Lana bizda bor. Lana. E'tibor bering, mana alif, illa. Xo'p. Bu gaplarni ham o'qiymiz. Ana labbanun. Ana men degan edi. Labbanun sut sotuvchi ekan. Ya'ni men sut sotuvchiman. Li labanun. Menda sut bor. Li menda bor degani mana. Laban sut degan ekan. Li bayt. Xo'p, li menda bor dedik. Menda uy bor deyapti. Baytun uy degan edi. Li tinun. Tinun anjir. Xo'p, lana abun. Lana bizda bor degan ekan, bizda ota bor. Lana siyabun. Siyab kiyimlar degan edi. Bizda kiyimlar bor. Lana asasun. Bizda asasun mebellar degan edi. Bizda mebellar bor.